hatto bolaning yurak urishi to'xtashigacha olib kelishi mumkin. Qizlar, hozir homiladorlikdagi eng global mavzu haqida sizlarga aytib beraman. Ya'ni homiladorlikda toksikoz. Toksikoz homilaning yurak urishi bilan, ya'ni 5-6 haftadan boshlanadi. Toksikoz ikki xil bo'ladi: erta va kechki toksikoz. Erta toksikoz, ya'ni homilaning yurak urishi boshlanishi bilan dedik, 5-6 haftadan 12-13 haftagacha davom etadi. Kechki toksikoz 18-20 haftadan keyingi toksikoz, bu kechki toksikoz hisoblanadi. Nimani hisobiga toksikoz bo'lishi mumkin? Birinchidan, bu irsiyatga bog'liq bo'lishi mumkin. Ikkinchidan, gormonal fon hisobiga bo'lishi mumkin va ayoldagi surunkali kasalliklar hisobiga bo'lishi mumkin. Toksikoz bir kunda 5-10 martadan ortiq qussa, ayolimizda toksikoz og'ir kechayotganligi belgisi bo'ladi. Toksikozni yengillashtiruvchi faktorlardan biri, birinchisi bu sog'lom turmush tarzi, ko'p miqdorda suyuqlik qabul qilish, toza havoda sayr qilish va ko'proq uxlash hisoblanadi. 3-4% ayollarimizda toksikoz og'ir o'tadi. Sizni ko'p marotaba qusishingiz bu qoningizni quyuqlashishiga olib keladi, hattoki homila yurak urishini to'xtashi bilan yakunlanishi mumkin. Agar sizda shunday holatlar bo'lsa, bee'tibor bo'lmang va albatta ginekologingizga murojaat qiling.